sal qizishi mumkin. Pullari kechikishlar bo'lgan soliq ilovasi orqali bu yilda bir marta bo'lgan hodisa. To'klar sotyapmiz, davlat olyapti, davlat to'layapti. 41 million so'mga qilib berdik. Yashil yonib turgani bu ishlayapti. Agar bu yonib qolsa qizil bo'ladi, ishlamayapti. Xo'p. Hech qanaqangi ortiqcha harakatlar talab qilmaydi, ya'ni injiqlik qilmaydi, gerslarni moslash kerak, boshqa narsa talab qilmaydi. Assalomu alaykum kanalimiz omonlari. Mana biz bu obyektdamiz, buni bitirdik. Xudo xolasa bugungi kunimiz mana 29-chi. Xudoga shukr. To'klar sotyapmiz, davlat olyapti, davlat to'layapti. Yaqinda haligi 2 oylik pullari kechikishlar bo'lgan soliq ilovasi orqali bu yilda bir marta bo'lgan hodisa, takrorlanmaydi. Chunki masalan 2 yildan beri u narsa takrorlangani yo'q edi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Mana biz hozir 10 kilovatlik quyosh panel stansiyasini qurib berdik. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Shu tarzda o'rnadi 2 qavat qilib. Panellarimiz Longi Haymoexon 650 vatlik krepnilar bilan chiroyli qilib o'rnatib berdik. Graduslari 35, janubga qarab qo'yib berganmiz. Xudo xolasa optimalniy gradusimiz 35 gradus. Endi xo'p, Longi Haymoexon hamda 10 kilovatlik DEA invertorlari mana shu kombinatsiyamiz hozirda 40 million so'm. O'zi aslida, lekin bu yerda o'zimizni jonajon qishlog'imiz Sutepada qilayotganligimiz uchun mahalladosh Ilhomjonga xo'p 10 kilovat quyosh panellari 20 kilovat DEAni 41 million so'mga qilib berdik. Ya'ni bonus sifatida xudo xolasa, chunki o'zimizni tanish ustozlar, geografiya o'qituvchisi. Xo'p. Endi shu tarzda o'rnadi. Yana nimani gapirib o'tsam bo'ldi? Vроде hamma gapni gapirib bo'ldim. Hozir pastga tushib invertorni o'rnatish jarayoni yoki invertorni o'rnatgandan keyingi jarayonni ko'rsatamiz. Mana invertorimiz oldiga ham tushib oldik. Xudo xolasa shu tarzda o'rnadi. Buni hozir yoqib qo'yishgan ekan bu hozir ulamoqchi. Lekin o'zi soatimiz 7 bo'lsa 2 vat ushlab turibdi. Kelib ko'rsatingda mana 7 da 300 vat ushlab turibdi. Mana 7 soat 300 vat ushlab turibdi. Bu yonda xudo xolasa DEA invertorida mana buni ko'rsatingda. Mana shu DC tomon, AC tomon va normal tomoni yashil yonib turgani bu ishlayapti. Agar bu yonib qolsa qizil bo'ladi, ishlamayapti. Xo'p, shu tarzda o'rnadi. Mana chiroyli qilib montaj qilib berilibdi. Mana bu yerda AC avtomatlarimiz, DC avtomat, chaqmoqdan himoya uzib deymiz. Shu tarzda o'rnagan. Demak, bu hozir 10 kilovatli panellarga 20 kilovatlik DEA invertorni o'rnatib berdik va bu kombinatsiya xonadon egasiga 41 million so'mga tushdi. Mahmud Ali keling. Endi Mahmud Ali bizni aslamay montaj qilib beradilar. Endi bu Mahmud Ali DEA invertori qanday invertor? Buni plus minus tomonlari bormi qanday? DEA invertori hozirgi kunda yaxshi invertorlardan, top 10 taliga kirgan invertorlardan bittasi hisoblanadi. Bu invertorimiz nima tarafdan yaxshi deydigan bo'lsalaring, bu invertorimiz hech qanaqangi ortiqcha harakatlar talab qilmaydi, ya'ni injiqlik qilmaydi, gerslarni moslash kerak, boshqa narsa talab qilmaydi. Shuni ustanovka qilasiz, o'zini kerak bo'lgan ichidagi parametrlar, nastroykalarni kiritganingizdan keyin ishga tushib ketaveradi. Hech qanaqangi sizlarga muammo chiqarmaydi. To'g'ri foydalansa bo'ldi bu narsadan. Buni telefoningizga ulab turib, masofaviy boshqarib, ya'ni necha kilovatt chiqarayotgani, bir kunda qancha chiqarayotgani generatsiyasini ko'rib tursangiz bo'ladi. Ko'pchilik aytayapti, bu isib ketyapti, bu o'zi isib ketyaptimi, bu nima bo'lyapti? Bu invertorda o'zi hamma uskunani, elektr tokida ishlaydigan uskunani ishlash harorati bo'ladi. Bu invertorimizda ham o'zini ishlash harorati bor. Ishlash haroratini yoniga yozib qo'ygan 50-60 shunaqangi soat 12 birlar, ya'ni panel to'g'risiga quyosh kelganda bu ko'proq tok ishlab chiqarish boshlaydi. Shu paytda sal qizishi mumkin. Atak bu yomon narsa emas. O'zini ishlash harorati bu narsa. Tagida o'zini kullerlari bor. Kullerlar orqali sovutib bemalol ishlayveradi. Xo'p, tushunarli. Xudo xolasa sizlarga ham sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xudo xolasa kimga shunaqangi sifatli xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilishlari mumkin. Albatta bitta podpiska bosib, like bosib qo'yinglar. Rahmat hammaga.